G'ishtli domdan 2 xona 3 xona qilingan skvoznoy kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya ham juda ham yaxshi. Frunskiy massiv sayohatda yaqinda bo'lyapti. G'ishtli domda birinchi qavatda joylashgan. Tashqarida mashina qo'yishga joylari mavjud. Xo'p, qarang, xonani ko'rishingiz mumkin. Jidkabo'y holatda, urinib ketmagan, kirib yashashga tayyor holatda qarang. Bu birinchi xonasi. Bu yerda qarang, oshxona bo'lgan, oshxonani 6 metrli verandaga chiqarishganda bitta xona qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonda 6 metrli veranda, o'tirishga joylar qilib qo'yishgan. Isitish tizimi ham mavjud. Romlari akfa va tashqaridan temir panjaralargacha qo'yilgan. Bu tomonda esa mana qarang, tashqaridan kirish qismi hol va bu yerda arison o'rnatilgan, bu yerda sanuzor. Kafellar qilingan, holati yaxshi holatda. Va bu tomonda esa yana bitta xona mavjud, holatlari yaxshi holatda, romlari esa akfa romlarda. Kirib yashashga tayyor holatdagi kvartira. Do'stlar, birinchi qavatda joylashgan, 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan g'ishtli domda birinchi qavatda joylashgan kvartira narxi esa $28,900 baholanyapti. Albatta, ozroq kam bir qiziqarli video raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni davom etamiz.